1990-yillar boshlarida Bollivud tomoshabinlari nafaqat filmlarda, balki real hayotda ham sevgi hikoyalariga guvoh bo'lishdi. Shu hikoyalardan biri Hindistonning ikki yulduzi, go'zal va iste'dodli aktrisa Madhuri Dixit hamda yomon yigit obrazidagi aktyor Sanjay Dutt o'rtasidagi munosabatlar edi. Ularning sevgi qissasi minglab muxlislar va ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida bo'lgan. Ammo bu munosabatlar afsuski uzoq davom etmadi. Madhuri va Sanjay birinchi marta 1988-yilda suratga olingan Kadron Ke Khiladi filmida birga suratga tushgan bo'lishsa-da, ularning o'rtasidagi yaqinlik 1990-yilda ishlangan Sajan filmidan so'ng boshlandi, deyiladi. Filmda ular sevishganlarini gavdalantirishdi. Bu munosabatlar esa faqat filmdagina qolmay, hayotga ham ko'chdi. Ularga yaqin ko'plab manbalarning aytishicha, suratga olish maydonida ular bir-biriga nisbatan iliq munosabatda bo'lishgan va vaqt o'tishi bilan bu munosabat sevgi darajasiga borib yetgan. Madhuri va Sanjayning ishqiy munosabatlari Bollivudda eng ko'p muhokama qilingan voqealardan biriga aylandi. Har iki yulduzning ham karyerasi gullab turgani bois, bu sevgi qissasi nafaqat muxlislar, balki matbuot uchun ham doimiy mavzu edi. 1993-yilda Sanjay Dutt Bombeydagi portlashlar bilan bog'liqlikda gumon qilinib hibsga olindi. Uning noqonuniy ravishda qurol saqlaganlikda ayblanishi Madhuri bilan munosabatlariga ham ta'sir ko'rsatdi, albatta. Madhuri aytilishicha, Sanjay hibsga olinganidan keyin u bilan barcha aloqalarni uzgan. Bu esa ko'pchilikni hayratga soldi. Ayrimlar bu qarorni Madhuri o'z obro'sini saqlab qolish uchun qabul qilgan deyishsa, boshqalar bu qarorni ezgulik bilan bog'lashadi. Madhuri keyinchalik jurnalistlarga bergan intervyularida Sanjay bilan munosabatlar haqida ochiqcha gapirmagan. U faqatgina hayotda har kim o'z yo'lini tanlaydi deya diplomatik javob bilan cheklangan. Madhuri 1999-yilda aqshlik shifokor Shriram Nanaga turmushga chiqdi va aktyorlik faoliyatidan vaqtincha chekinib, AQShda yashay boshladi. Sanjay esa turli qiyinchiliklar, qamoq va kinoga qaytishlar bilan o'z yo'lini davom ettirdi. Birinchi rafiqasidan ayrildi. Keyinchalik 2008-yilda Manyata Dutt bilan turmush qurdi. Ularning hozirda 2 nafar, bir o'g'il va bir qiz farzandi bor. Madhuri Dixit va Sanjay Dutt munosabatlari Bollivud tarixidagi eng mashhur, ayni vaqtda eng noma'lum sevgi hikoyalaridan biridir. Ularning sevgi hikoyalarida sirlar, ochilmagan jumboqlar ko'p. Bugun ham bu voqea muxlislar xotirasida aslida nima bo'lgan edi degan savol bilan yashab kelmoqda.